Tafakkur qiling. Nimadan nolib, nimadan qochyapsiz? Og'riqlardanmi yoki muammolardanmi? Aslida bular nimaga berilganini bilasizmi? Qalbingizni uyg'otish hamda bu orqali sizni yaratgan zotga yaqinlashtirish, to'laqonli his qilishingiz uchun berilgan. Mas'uliyatni boshqalarga yuklamang. Har doim markaz o'zingizda ekanligini yodingizda bo'lsin. Sizga berilgan bitmas, tuganmas energiyani o'zgalar hayotini tahlil qilish uchun yoki ularga o'zingizni solishtirish, vaziyatlarda qovurilishga emas, aksincha o'sish, ulg'ayish, qalban, ruhan uyg'onishga sarflang. Atrofdagilar sizni tushunishlari haqida talab qo'ymang. Siz avval o'zingizni tushuning. Qo'llab-quvvatlashlarini kutmang. O'zingizni qo'llang. Hech qachon tan oldirishni emas, tan olishni maqsad qiling. Asliyatingizga qaytish uchun har doim o'zingizdan so'rang. O'zingizni tahlil qiling. Barcha bilim ichingizda. Har kuni o'zingizni o'rganishga vaqt sarflang. Shunda o'zligingizni ocha olasiz. O'z hayot yo'lingizni yarata olasiz. Maqsadlaringiz nuqtasini aniq belgilaysiz. Hech kimning tajribalari bilan o'zingizni taqqoslamang. Chunki har bir inson, hammamiz noyobmiz.